Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana tilponni tilpon qilsam bo'ladimi? Nimamni? Tilponingizdan. Tilponingizdan bitta tilpon qilsam bo'ladimi? Tilpon. Hop, kimga qilmoqchisiz? Akamga qilmoqchi edim-da. Hop. Siz Shahrisabzdanmi? Qanaqa Shahrisabz? Kim? Qodir taniysizmi? Yo'q. Kim u? Aktrisaga o'xshayapsizmi deyman-da siz? Aktrisaga. Ha. Qaysi aktrisa? Ulug'bek Qodirov. Ulug'bek Qodirov? U ana-ku, u boksyor-ku, Aktyor-ku, boksyor emasmi? Ulug'bek Qodirov. Mana shunchalik erkakga o'xshamayapman. Nima dedim, kallam qichyapti-da hozir. Ha? Kallangizni bosh kiyimda. Yo, kalda, mana bu qichiyman-da, keyin kiyaman, mana ustidan o'tadi-da menga. Ishonmaysizmi? Mana qarang, oyog'imni partigansidan qochiyman. Yo, to'g'risi men Afsungarda talentim bor-da men. Ha, talentim bor. Qanaqa talentingiz bor? Uxlaganda o'ya ujralaman. Asa prikolniy odam ekansiz. Tilpongizdan tilpon qilib, nima uni solyapsiz kissangizga. Telefon qilasizmi? Ha. Keyin ana bizlarda bitta gap bor, dunyoni go'zallik qutqaradi deydi-ku, shu gapga ishonasizmi? Ishonaman. Men qutqarolamanmi dunyoni? Yo'q, siz adashdingiz lekin. O'zingiz dunyoga go'zal sanamasizmi? Yo, men top 8 ga kiraman. Qishloqda go'zal ana bo'yicha, chiroyli bachcha bo'yicha 8-o'rinda Men turaman. o'ylabman, meni go'zalsiz demoqchisizmi? Siz otingiz go'zalmi? Yo'q. Nima deganingiz bo'lmasa? Chiroyliman deyapsizmi? Ha? Yo, chiroyli emas ekansiz-da. Men haqiqat aytib qo'yaman-da betingizga. Siz o'zingizni chiroyli sanamasizmi? Yo, men tilpongizni tilpon qilib olaman, men mana Qiling hop. aytmashatasizmi? Ha? Qarang, bu tilpon ham bir bahonada. Keyin men to'g'ri aytsam, qo'limda qirtim bor-da mening. Nima degani u? Qo'limda qirtim bor-da, shu doktorga dariga hozir pul